Mening ismim Faxriddinov Suhrov. Buxoro viloyatidan keldim. Yoshim 13 da. 4 yildan buyon baxshichilik yo'nalishiga o'qiyman. Peshku tumanidagi 13-son bolalar musiqa va san'at maktabida zaxsin olaman. Shevam shu baxshichilik yo'nalishiga mosda o'shanga bola baxshi Qurbon Nazarov o'shan eshitib o'rganganman, qiziqqanman-da. Buvijonim birinchi ko'rgan. Keyin aytgan musiqa maktabiga eltib qo'yamiz deganlar. Keyin eltganlar. Men yoshligimda o'zi masalan to'ylarda qo'shiq aytganman-da. O'shanga keyin qiziqqanman. Menga Oshiq va Shohsanam Do'stoni yoqqan. Men keyin ustozim bilan shu dostonni yod olganman. Dostonlardan so'zlari, qo'shiqlari menga juda yoqadi. 20 ta maqom bilaman. Yana bastakorlik ijodidan 30 ta 40 ta qo'shiq bilaman. Maqom aytish ham qiyin, doston aytish ham qiyin. Bu katta sahnalarda qo'shiq maqom aytish va doston aytishni o'rganib boryapmiz. Doira bilan o'zim tayyorlab kelgan asarlarni ijro qilaman. Bu tanlovga ikkinchi marotaba qatnashyapman. Oldingi mavsumlarda do'stim bilan kelgandim, muvaffaqiyatsiz tufayli o'rin olmadim. Oldin ham respublika bosqichida ishtirok etganman. Tanlovda tuman bosqichida 2 ta baxshi bor edi. Men va do'stim. U 3-o'rin oldim, men 1-o'rin oldim. Keyin viloyat bosqichiga chiqdim. Oshiq Do'stonni aytdim unda ham va 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Bu yerda 1-o'rinni olishga da'vogarman. O'tgan mavsumda xatolarni to'g'riladik. Ustozlarim bilan 2-marotaba respublika bosqichida qatnashayotganimdan xursandman. Bu tanlov menga juda yoqadi. Sababi do'stlarim bilan o'zimni solishtiraman va ustozlar bilan ishlayman. Kamchiliklarimni to'g'rilayman va o'samiz. Ishtirokchilar bir maqsad bilan kelgan. Ularning maqsadi ham mening maqsadimga o'xshash. Bu ham bo'lsa 1-o'ringa da'vogarlik. Tajriba orttirib, katta tayyorgarlik bilan kelyapman. Bugun bu respublika bosqichiga ustozim Sodiq Bahronov bilan keldim. Ular menga sahnaga chiqishimdan oldin, masalan, qo'shiqni xato qilma, nasihatlarni berishdi. Hayajonlanmagin degan tavsiyalarni berdilar. Ota-onam ham menga ishonch bildirishgan. Ular menga senga ishonamiz deb aytishdi. Men o'ylaymanki, ustozimni, ota-onamni ishonchini oqlayman deb 1-o'rinni olishga ishonaman. Sahnaga chiqqanimda meni hayajon shuka bo'ladi. Hayajonlanmasdan yaxshi tayyorlab kelgan do'stomni ijro qilishga harakat qilaman. Oshiq va Shohsanam Do'stonidan parcha ko'shning voqeasi bola baxshi Qurbon Nazarov aytgan namunasi. G'aribjonning yori Shohsanam Shavalat podshosiga adoqlanib to'y boshlagan vaqtida G'aribjon kalna suratida bo'lib, ko'r bo'lib yotgan enasining yoniga kelib, dutorni so'ragan vaqtda enasi aytadiki: "O'g'lim, seni o'zing yo g'aribsan, yo g'aribni ko'ribsan. Seni pardang meni quloqima ko'p yoqdi. Men seni ko'rganda o'g'limni ko'rgandek bo'ldim." Hozirchalik bitta do'ston bilaman. Keyinchalik ko'proq do'ston 20 ta 30 ta do'ston yotashga harakat qilaman. Bu tanlovlar orqali o'rganmaganimizni o'rganib, eshitib, o'rganyapmiz. Bu tanlov orqali sahna madaniyati, ijro madaniyati shularni o'rganyapmiz. Shunaqa sharoitlar yaratilgani uchun, o'zimizni sahnalarda olib chiqqanim uchun prezidentimizga ming rahmat. Bu respublika tanlovida 1-o'rin menga nasib qiladi. Qolgan hammalariga omad tilayman. Bu ko'rsatuv orqali men ustozimga, oila a'zolarimga, ustozlarimga salom yo'llayman va rahmat deyman. Narimga mangzidiyay ovozing saniyay saniyay do'sniyay g'ariba o'xshayday g'ariba saniyay saniyay do'sniyay
gubat quribsan, ya garibsan, ya